nima bo'lyapti? Tashqarida svet o'chirib qo'yibman hozir o'zim. Yana soat necha bo'lib ketdi? Maktabga borishim kerak edi. Yo'q. Soat 7dan o'shyapti. Maktabga ham borishim kerak. Esimdan chiqib ketibdi vaqtda. Yo'q, bunda yuvish hatto mana bu yerda suv bor. Sizlar bilan salomlashish esa ismim chiqqan bo'ldi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilaman. Do'stlar, hozir bir minut hozir. Sizlar bilaman do'stlar, Dream qalaysizlar, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Maktabga borishim kerak. Bugun biologiya yo'q, ona tilida yo'q. Matematika bugun biologiya bilan tarix bor. Jonga tegdi. Biologiya, tarix. Kiyimlarimni kiyib bo'laymikan? Yo'q, nimaga kiyib bo'laman? O'zimda shunchaki maktab formatim. Biologiya va tarix hamon ekan va ozgincha pul suv 10 ming joy yetadi. To'qinglar do'stlar, hozir boshimga shkafni kalitini olib olish esimdan chiqdi. Bo'lay. Nimaga urishgan tushib ketibdi. Bo'ldi. Ketgan narsa olib yemayman. Ham yo'qroq. Bu yerda narsa yeb ketmayman. Shunchaki oddiygina suv ichaman. Glas butilkasi esa kerak emas. Bo'lmishlar o'zi terib ketadi. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bunchaga chiqolmang. Ustoz, bilmay qolibman-da. Suv ichishligini ko'rmay qolibman. Yanchuqdan maktabga kelib qo'yarding. Ustoz, mayli o'tir. Rahmat ustoz, o'tirgizganingiz uchun. Keyingi safarga chiqolmagin. Xo'p, harakat qilaman kech qolmaslikka. Tarixda oldin ustoz. Короче, o't bo'lganimizdan keyin yo'qolgan bolalar. Ustoz, rosa tarix cho'zilib ketdi. Endi chiqish ko'rsatma abobda chiqqan. Tarix nima bo'ldi? Cho'zilib ketadi, do'stlar. Tarix umuman cho'zilib ketdi. Uyda uxlash ham yonimdan ko'tarilibdi. Qulplamadim, ahmoqman. Mana bu yerda ovqatlarimizni yeb olamiz. Uyda qulplamasam, birov kirib olsa yomon bo'ladi. Kaliti yo'q, kalitini sen. Hech kim yo'q. Mayli, nimadir olib, pulni qo'yib ketaman. Yaxshisi oddiy non yeganim yaxshi. 5000 so'm tashlaymiz. Bo'ldi, yetadi shu non. O'zi nonni ham yeb olamanmi, yeyolmaymanmi, qaydan bilaman. Boshqa yo'q. Fermam. Do'stlar, hozir 2-soat boshlanadi. Bu iPhone do'stlar, lekin nimaga ayb deb qo'ygan bilmadim. Assalomu alaykum ustoz. Nimaga boshqa ustoz kirdimi? Boshqa ustozman. Hozir voyda bo'ldi. Qoldi mayli. Uzr ustoz. Mayli. Biologiyani. Biologiyani oldim ustoz. Endi o'tamiz. O'tmagandan keyin bunisi вообще cho'zilib ketdi ustoz. Endi ketsam bo'lar. Mayli, ketaver. 2 soat ham tugadi, ketishim mumkin. Soat ham 12 bo'lib ketibdi. Kechqurun ham tushyapti, la'nati. Namuncha kech. Dadam esa yo'q, qaldondek meni uyg'otadigan. Qishloqda qolib ketgan dadam. Nima uchun dadam qishloqda qolib ketdi? Dada, sizni sog'indim. Do'stlar, dadam uyg'otar edi meni doimo. Endi esa hech kim uyg'otmayapti meni. Shuning uchun men maktabga kech qolib boryapman. Bu menga juda ham yoqmayapti, do'stlar. Shaharga aytaman, do'stlar. Dadamga qo'ng'iroq qilaman.
lekin adam turib oladi ekan deb. Mayli, hozir uxlayveraychi. Mazza uxladim. Ishxonaga kechib ketyapmanmi? Yo'q, Nursan. Soat 8da. O'tib ketibdi, ona til va matematika bor bugun. Shunchalik ham kech qolmanmi? Bitta uchun klublar kitoblarim o'rtaga ketibdi. Bu yoqqa tashlab turamiz. Lekin tashlab bo'lmaydi, nomga. Bilmadim. Kalat nonni deb olamiz. Yo'q, qotib ketgan kech oldimmi? Qo'lda soat. Soat 8 dan o'shyapti. Hozir borishim kerak. Maktabga borishim kerak. Maktabga. So'z mumkin. Vaalaykum assalom. Nimaga kech qolish yana bo'lyapti? Ustoz, men bilmasam uxlab qolibman. Endi bugun 8 dan oshib ketgani uchun kelganing uchun burchakka turasan. Ustoz, burchakka turg'izmang, iltimos o'tirg'izing. Boshqa xatar qilmaydi. Ikkinchi kunga axir. Mayli, o'tir. Rahmat ustoz. O'tir desa, uzr. Tak. Ona tilimi matematikami? Matematika. Xo'p. Tak, o'tib bo'lgandan keyin. O'tdi. Ustoz, chiqish ko'rsatma? Yo'q, senga chiqish ko'rsat emas. Nimaga? Kech qolib kelganing uchun. Короче, sen 1 bet yoz. Yo'q, 1 bet emas, 2 bet yoz. 2 bet. Mayli, xo'p, ustoz, 2 bet misol yozaman. O'tirib 2 bet misol yozish kerak. To'xtanglar, 2 bet yozishim qiyin. Ustoz, yozdim, mana ko'rsataymi? Ko'rsat. Mana ustoz. Mayli, chiqishingga ruxsat. 1 minutga borib kel. 1 minut, ustoz. Hazillashyapsizmi? Nima 1 minut? Atributga yozding. Axir. 1 soat atributga yozmagan qo'day. Bo'ldi, mayli, mashtiga qo'lamiz ishimizda. Bo'ldi. Darvani. Ustoz, mana keldim. Kech qolmadimmi? O'tirishim mumkin, kech qolmading. Ona tilini, ona tilidan. Ona tilidan yoshni juda ham yomon ko'raman. Nima? Yo'q, ustoz. O'tgan ustoz ketishga ruxsatmi? Ketishga ruxsat emas. Nimaga? Aytishimcha, ustozing kech qolib kelgan ekansan. Shunga yozasan yana. Ustoz, axir necha bet yozaman? 2 bet yoz, yetadi. 2 bet. Ona tilidan ham 2 bet, matematikadan ham bet yozaverib, ustoz, mayli, ketishimga ruxsatmi? Mayli, ketishingga ruxsat, ketaver. Rahmat ustoz. Do'stlar, namuncha menga bugun qiyin kun bo'ldi. Shaharga qaytaman. Jo'mga yetib ketdi qishloq. Qishloq deyman. Shahar deyman. Bo'ldi, jo'mga tegdi. Uyimda qolmadim, shoshilinch mayli. Dadam jo'mga qaytaman. Jo'mga tegib ketdi. Bunaqa yashashim. Dadamga telefon qilaman. Kompyuterimdan telefon qilaman dadamga. Assalomu alaykum, dada, yaxshimisiz? Alaykum assalom, o'g'lim, shaharda o'qishlaring yaxshi bo'lyaptimi? Yo'q, do'st, dadajon, men doim kech qolib bo'lyapman. Men qiynalib ketyapman. Qishloqqa qaytmoqchiman. Qishloqqa? Mayli, kelishing mumkin bugun. Xo'p, dada, taksi yuboring. Yo'q, o'zingniki. Bo'pti, do'st. Dada. Sut o'chiramiz. Qadrli narsalarim, meni kechiringlar. Bugun ustozimdan javob so'rab kelaman. Borib chiqay. Ustoz, lekin shunaqa bo'lib qoldi-da, meni kechiring, iltimos. Mayli, shunaqa deyman hozir. Assalomu alaykum, janob ustoz, yaxshimisiz? Dars tugagan kun nega kelyapsiz? Men kelyapman. Ustoz, короче, dadam meni chaqirdi, shaharga borib, qishloqqa borib, ishlarni bitirib kelaman. Iltimos, borishimga ruxsat bering. Mayli, borishga ruxsat. Rahmat. Ustoz, kelib turaman. Bir haftadan keyin kelaman. Do'stlar, javob berdi. Javob berdi ustoz. Javob berdi. Do'stlarim, kiyimlar kerak emas. Bir haftadan keyin baribir kelaman-ku. Non ozgina pul olaman va taksi chaqiraman. Do'stlar,